chiqamiz sizlar bilan birgalikda bugun. Aslida unchalik murakkab emas, oddiy sistemaga tushadi. Murakkabligini ko'rmadim. Kuni kecha 2-mart sanasida ham imtihonga kirib chiqishdi o'quvchilar. Shulardan eshitgandirsiz yoki shaxsan o'zim o'sha yerda edim imtihon hududlarida. U qadar mukammal tariqasida tushmadi. Yanvar oyidagi birinchi tushgan xarita esa ozgina bor edi, o'rta darajada mukammalligi bor edi. Lekin bitta sistemaga tushadi hammasi. O'shalar bilan hammasini sizlar bilan ko'rib chiqamiz bugun sizlar bilan. Demak, boshladik. Xarita ko'rishdagi testlar tayyorlab sizlar uchun tayyorlaganman. Bir 20 dona, 16 donaga yaqin xarita testimiz bor bu yerda. Hammasi bir xil sistemaga tushadi. Murakkab emas. Demak, xarita testlarimiz, dinlamalarimiz shaxsan o'zim tarafdan tayyorladik. Birinchi xarita testimiz. Bu yerda monitorda biz Chirali plaji xaritasini ko'rib chiqamiz. Rangli xarita testimiz bu yerda. Birinchi o'rinda nima qilish kerak? Xaritani tabiiyki o'rganib chiqish kerak. Tepadan boshlayapmiz. Mana bu yerda yaqinlashtiryapman. Chirali, Qumlija, Kemer, Antaliya. Siz burdasiniz degan yozuv ham bor. Ya'ni sizni qayerdaligingizni belgilab qo'yibdi. Kilometrlarni ham berib qo'yibdi. 30. Keyin strelka bo'ylab pastga qarab yo'naltiryapti bizni. Keyin ko'prik bor ekan, A blok bino. Binoimiz ichirasidan yo'qolib ketib qoldi. Ko'prik A binosi bor ekan. Undan keyingisi P, J binolari. Ko'prikdan o'tishimizga, demak bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 ta bino bor ekan. Keyin F. Yana xaritadagi asosiy narsalardan biri ko'p e'tibor berdim, daraxtlar. Bular yashil zona hisoblanadi. Umumiy hisobda markazda 5 ta, yonimizda 2 ta, 7 dona daraxt bor ekan. Xaritada mana ko'rishlarim mumkin. 7 dona daraxtni ko'rdik. Xo'p, keyin bu yerda chalg'ituvchi I hamda J binolari, strelka asosida K binosi pastida, E hamda D binolari, F, B binolari bor ekan. O'rtada ko'prik, nexil bor ekan. Ikkinchi e'tibor beradigan narsamiz tabiiyki savollarni o'qib chiqish bizda. Savollar nimalardan iborat? Antinkenti, Grand Aygun, Karakush, Chirali marketi, Aya Sofiya, Olimpiakos plaji, Chirali plajilarni so'rayapti. Demak, 7 dona narsani so'rayapti. Bizdagi harflar soni nechta? Tabiiyki ikkita ko'p bo'ladi. 1, 2 bu E, 3, 4 F, 5, 6, 7, 8, 9 hamda 10 ta alifboda ketma-ketlikda harflarimiz bor ekan. Savollar soni esa 7 ta. 3 ta harf chiqib ketar ekan. 3 ta harf chiqib ketar ekan. Demak, shu ikkita narsani qilamiz. Birinchi bo'lib qayerdaligimizni, kirish qismlarini ko'rib chiqdik. Keyin esa o'rganib chiqdik, nechta daraxt bor, nechta bino bor. Undan keyingi o'rinda joy nomlarini o'rganib chiqdik va eng muhim bo'lim biz o'zimizga kompas chizib olishimiz kerak. Ertadagi imtihonda bizga kompas beradi. Mana bunaqa xaritani chekkasiga, bunaqa joylariga, bunaqa ko'rinishda kompas beradi. Qizilda chizyapman chekkada. Bu yoqqa bitta, tepaga bitta berib qo'yadi xolos. Tepaga bitta beradi, bo'ldi. Bu kompasdan ishtimani aniqlab bo'lmaydi. Shuni hisobiga buni o'chiramizda, ertaga qog'ozni berishiga bizga chizib olamiz. O'rtadan boshlaymiz. Ya'ni chapdan o'ngga qarab chizyapmiz. Strelkada o'tkazdim xaritani o'rtasidan. Ertaga ruchkadan qalamda chizib olasiz. Bitta chizildi. Mana shuni oq joyda ko'rsataylik-da.
Ko'rsatay. Ya'ni bu joyga qarab chizdik, xaritani o'rtasidan chizdik va pastdan tepaga qarab yoki tepadan pastga qarab plus ishorati chizib olamiz. Xaritani ustidan chizamiz, yozuvlarning ustidan. Bizda chap taraf bo'ladi. Chap tarafimiz boti. Chap taraf bo'ladi boti. B yozay, ya'ni g'arb. Boti. G'arb bo'ladi. O'shini to'g'risi o'ng taraf dog'u. Dog'u. U sig'madi, ya'ni sharq. Tepa tarafimiz kuzey. Tepa taraf kuzey bo'ldi. Kuzey. Past tarafimiz esa güney. Geograflar bo'lsa, geografiyada o'qiganlar juda yaxshi biladi buni. Ya'ni tomonlar. Güney. Demek batı bu g'arb, doğu sharq, kuzey shimol, güney janub tomonlar. Bu bilan tugab qolmaydi. Strelkani davom ettiramiz yana. Xo'p. Tepadan pastga qarab strelka tortyapman. Tepadan pastga qarab. Tepa nimaydi nomi? Kuzey, pastimiz doğu. Demek bu strelkamizning nomi kuzey doğu bo'ladi. Yozib chiqmay boshqa harflarni o'zini yozay. Kuzey doğu bo'ladi bu. KD yani. Kuzey doğu. Xo'p. Navbatdagi strelkamizni güneydan boshlayapman, tagidan doğu tarafga, tepaga qarab strelka qo'yapman. Güney doğu. Güney doğu. G deb yozyapman. Güney chiziqcha doğu. Bu janubiy sharq bo'ladi. Tepa deymiz desa shimoliy sharq. Endi xuddi o'sha tepadan bu tarafga qarab, batı tarafga qarab strelka qo'yapman mana. Tepa tarafdan boshlayapmiz strelkani. Va tagimizdan tepaga qarab strelka qo'yapman. Tepa degan nomi, yana o'zini nomini qo'yaman, kuzey batı. KB. Nomlarni ham adashtirib qo'ymang. Kuzey batı. Kuzey batı. Tagimizda esa güney batı. Güney batı. Qilib chizib oldim. Boshdan qaytaryapman. Batı g'arb, doğu sharq. Tepa tarafimiz kuzey shimol. Tagimizda esa güney janub. Tepadan o'ng tarafga pastga qarab yuramiz, ya'ni kuzey doğu. Mana bu strelkamizning oti kuzey doğu. Tagimizdagini esa güney doğu. Xo'p, güney batı, kuzey batı. Yani shimoliy sharq, güney doğu, janubiy sharq, güney batı, janubiy g'arb, kuzey batı, shimoliy g'arb. Mana shunaqa qilib qutublari bilan birgalikda chizib olish kerak. Qayerga? Xaritani ustiga. Mana bu xaritamizni ustiga birinchi bo'lib tezda chizib olishimiz kerak. Oson bo'ladi chizib olsak. Chizildi. Chapdan o'ngga qarab va tepadan pastga qarab chizib oldik. Nomlarni yozmayman. Tagida yozdik. O'zingizcha mustaqil yozib ketsangiz ham bo'laveradi. Mana. Qo'rqmay chizaverasiz ertaga imtihonda ham. Chunki savollar kitobini yirtmasangiz bo'ldi. Chizib oldik mana.
Xuddi shu ko'rinishda chizsangiz adashmaysiz. Ya'ni markazni topib olib, markazdan boshlasangiz adashmaysiz. Demak, bu yerda markazimizda nima bor? Ikkita daraxtimiz bor. G'arbimizda hech nima yo'q. Doğu tarafda esa, mana chap tarafda esa, o'ng tarafda esa monitordan E hamda D binolari bor qisman. Kuzey tarafda hech nima yo'q, lekin C bino ham kuzey tarafda turibdi. P bino esa kuzey batı tarafda turibdi. K bino ham güney-doğu tarafda turibdi. C binolari esa bunga kirib ketadi. Güney-batı tarafga. Mana bu C binoga yetib bilasizlar. Shu holatda tizib olish kerak. Ertaga bizga kichkina xarita bersa, juda ham qiynalib qolamiz imtihonda. Shuni hisobiga offline darslarimda ham aytyapman. Doskaga chizib o'rgataman endi. Shunday qilib tizib olsangiz, ya'ni mana bu holatlarda yozib tizib olsangiz, iloji boricha adashmaysiz. Ertaga o'qishni boshlaydi, bir boshdan o'qib ketadi aslida xaritalarda, chunki xaritani shunisi bilan qiziq. Ya'ni A binoni aytib turib, sirazi bu blokka o'tib ketmaydi, K blokka. Orqasiga bir boshdan o'qib, sekin chiqib ketadi. Bu xaritani bir turi edi. Tabiiyki eng qiyin turi, ya'ni qutblar, ya'ni g'arb, sharq, janub, shimollar bilan bor. Xaritaning ikkinchi turi esa bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Boshqacha ko'rinishini o'tsak, bu ko'rinish ham bo'laveradi mana. Bunda nima qilinadi? Bunda ham kirish joyini topib olamiz. 3 ta bor ekan bu yerda. X bo'limi, B menimcha bu yerda chiqish joyi, festival alani, hamda tagidagi nomsiz blok. B chiqish bo'lsa, X hamda nomsiz blokdan kiriladi. Bunaqa xaritalar juda ko'p tushyapti hozirgi imtihonda, ya'ni u nimadan ko'ra, qutblardan ko'ra ko'proq. Bu qanaqa xarita? Bu juda oddiy xarita. O'ng chapga qilib ketadi sizni. Ya'ni sağ sol. Sağ bu chap, sağ bu o'ng, sol bu chap. Sağ o'ng, sol chap ketadi. Misol uchun ertaga o'qishni boshladi. Mana bu 5 ta savol. El sanatlari fuari, sajak sahne, guruh girishi, san'at sergisi, kilitli garajlar. Shuni o'qib beradi. Misol uchun kirishdi. Atsiz kirishdan boshlaymiz deydi. Girishinizda sağinizda G bino bu el sanatlari fuarini göreceksiniz. Ya da girishinizda sağinizda el sanatlari fuarini göreceksiniz. Biraz ileri yürüdükten sonra yolunuz ikiye ayrılacak. Sağa ve sola. Ayrıldıktan sonra solunuzda çizak sahne gelecek. Ondan sonra biraz sağ yolundan ilerleyeceksiniz. Doğrunuzda ise merdivenlerle karşılayacaksınız. Merdivenlerden çıkmadan önce solunuzda grup girişi, sağınızda ise özel giriş göreceksiniz. Merdivenlerden sonraki bina ise misal için kütüphane. Kütüphaneden sonra arka çıkıştan çıkacaksınız deb tugatadi. Xuddi shunaqa
ko'rinishda ikki xil xaritadan ko'rishingiz mumkin. Yoki mana buni ko'rsangiz, haqiqiy imtihonniki. Bunaqa kompas berib qo'yibdi mana bunga. Kompas bergan joyiga birinchi o'rgatganim singari tizasiz. Mana bu yerda K, D, B, G qo'yibdi o'rgatgandaqa. Hattoki qolgan 8 tasi ham bor mana. Istasangiz buni qilib tizing, istasangiz o'rgatgandaqa tizing. Yulduzcha shaklida ham chizsangiz bo'ladi, hattoki unaqa qilib. Unaqa ko'rinishda. Asosiylarni baribir chizib olib turib, unaqa ko'rinishda chizsangiz ham bo'ladi. Unda adashib ketasiz, lekin yulduzcha shaklida. Undan narigi birinchi usuli yaxshi. Birinchi bu yoqqa qarab chizamiz. Bu tarafga batı, doğu, güney, kuzey. Bu tarafdan bu tarafga yo'naltiramiz. Bu tarafdan tepadan tepa yoqqa, pastdan tepaga, yana pastdan tepaga yo'naltiramiz. Mana shuni qilib tizib olsak, markazni topib turib aylantirib ketaveramiz. Xaritani boshlaydi doimo ona binodan yoki girish, chiqish eshiklaridan boshlaydi. Xo'p, xarita ila uyg'un so'zlar bor. Ya'ni so'zliklar. Buni tashlab beraman. Misol uchun mana. So'l, chap, saq, o'ng, ustda, altda, so'lda, uzoqda, sağda yoki yaqinida, güney doğusunda, hafif batısında, kuzeyinde. Xuddi mana shu bitlik so'z, taxminan bir 80-100 taga yaqin so'z, kalima ya'ni xarita o'sha har qanday xaritaga tushadi. Xo'p, xarita ila ilgili testlarimiz shulardan iborat. Aslida murakkab bo'lmagan bo'lim. Turk tili fergana uchun maxsus tayyorlandi. Yana qanday savollar bo'lsa, yorumlarda yozsangiz, tabiiyki javob bereceğiz. Yöneticiler, ben Bekzat Qasimov. Bitiriyorum. Teşekkürler.